Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Darvozamizni 7 oy oldin ustanovka qilib bergandik. Kalitkasi alohida darvozamizni. O'ta go'zal va ideal darajada turibdi darvozamiz. Kraskalariga G2 balnishli deb bo'lgan, toza balnishli kraskalardan foydalanganmiz. O'ta go'zal va ideal darajada chiqqan. Tepalariga havo aylanish uchun lazer listlardan foydalanganmiz. Xudo xolasa o'ta go'zal, chiroyli chiqqan. Hozir o'sha akanichi ishlari bor ekan, o'shani qilib beringlar deb yana chaqirgandilar. Darvoza ham uyga o'ta go'zal va chiroyli bo'lib tushgan. Buni ko'rib baho beringlar. O'ziga juda yarashgan xonadonimizga darvozamiz. Tepalari ham o'ta go'zal, ideal darajada chiqqan. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Chiroyli qilib borib o'rnatib ustanovka qilib beramiz.